Assalomu alaykum bog'bonlar, dehqonlar va uzum shinavandalari. Mana bu sortimiz yo'g'iy payvantak Riparia rupestris deb nomlanadi. 1/1 yo'g'iy payvantak. Mana bu matchnimiz. Shundan o'sha har yili kesib olamiz o'zimizga ishlatishga uchun. Mana shu yo'g'iy payvantakimiz erta pishar. Mevasini erta o'sha 1 hafta 10 kun oldin pishirib beradigan yo'g'iy payvantak RR 1/1 mana shunaqa bo'ladi. Mana barglari ko'ringlar.